chiroyli bir yurak. Assalomu alaykum. Kitap o'qish munbiri avlodlar torbetiga xush keldingiz. Mening ismim Nuriya Rahman. Men bugun Janbadagi Jongsyong deydigan yerda. Bu yer alohidarak, sababi bu yerda Ron daryosi bilan Orvi daryosi birlikda oqadi. Ko'rayotganinglardek, sol tarafimdagi Ron daryosining suvi nihoyatda suzuk. O'ng tarafimdagi Orvi daryosining suvi bo'lsa, laylatqiliq, tiniqroq. Oldi bilan Gulchehra Cho'ng Alam Azizning 40 kecha nomli kitobidagi bir yangi bölümni o'qib beraman. Ondan oxirida bu chiroyli manzillar huzuringlarda bo'ladi. Ma'qul emsa, oldi bilan diqqatinglar tovanlik asarda bo'lsin. Bugun bir yerni tepib joylashmoq bektas bo'ldi juma. Chunki havo yaxshi bo'lg'ashqa, daryo bo'yida aylanib yurganlar, suv uzayotganlarning aytib ko'pkan. Aran bu yerni tepib joylashdim. Boshlayaylik. Uçuvatkan yürek. Köyde yürekim, ah köyde yürekim. Köygen avazını anlavatam sen. Kuştur yürekim, düştür yürekim. Ey kuş, yerde danlavatam sen. Öy uyup yaydı, öyden çıkmışsınız töt tam yaydı dese, eran kılmap dikenmi. Hakikaten mu? Ruhimde yüz berip atkan düşkün, ümitsiz bir kayfiyat meni günden günge qiynap atadi. Öyde telefon to'xtamay jaranglaydi. Telefonga qarab, yana xiyolim anamga ketdi. Telefonni alsam, anam xiyolimdan yo'qab ketadigandek, ko'zimni telefondan o'smay turardi. Anam hayat chaqda hammaylan tamoq yeb bo'lib, duo qilayli deb tursak, telefon jarangladi. Bu çağda anam endi duaga qo'l ko'tarib turgan bo'lg'ashqa telefonni elibla assalomu alaykum deyman deb amin deb soldi. Hammamiz kulishib ketdik. Telefonni cho'ng akam bergan ekan. Buni anglab kulib ketib, Allohu akbar, nima bo'ldi ana dedi. Har qitim tamoq yeb duo qiladigan chaqda amin degan gapim esimga keldi deb kulatdi rahmatli anam. Bir kuni anam ikimiz televizorda bir chet el kinosini ko'rdik. Kinoda minnatdorlik bayrami deb bayram o'tkazildi. Anam, odamda minnatdorlik tuyg'usi bo'lmasa, mangu qanoat qilmay bir narsa kamdakda o'tadigan gap. Diqqat qilsam, ularning kiyinishimi, turmushimi bak ozoda erkin o'tadi ekan. Bir-biriga ko'nglida nima bo'lsa shuni deydi ekan. Yaxshi ko'rsa, yaxshi ko'rib qoldim, o'sh bo'lsa, o'sh bo'lib qoldim deydi ekan. Bu og'zi timsohniqidek qizlarmi sat ko'rinmaydi ekan. Hamma odam bir-biriga minnatdorligini ifodalab turadi ekan, dedi. Yaxshi taraflariga diqqat qilibsan, bizning madaniyatimizdek o'zgacha madaniyat dunyoda az. Lekin madaniyatlar to'qinishi kuchli bugungi kunda şu şanlıq madaniyatlarimizni chaqnatolmayapmiz. Bizga hamisha chet elliklarning hayotiy kuchi urg'ib turganda ko'rindigan bo'lib qoldi. Go'zal ko'ringani ularning o'zlariga bo'lgan ishonchisida. Bizning ashu qosh kirpiga to'kilib turadigan pari sifat qizlarimiz nemishqa jalbkor emas. Bizda ishonch, umid, minnatdorlik kayfiyati kam. Rost deysiz. Mushu uydagilarni elib etsaqmi, ushshaq gap ozmi? Bu balasiga uyning cho'ngini berdi, o'g'linga ko'p berdi, menga sovuq qaridi. Voy bu norozilikning tugumaganini. Bizmi mushu haqdek minnatdorlikni ifodalab, odamlarni xush qilib o'tsak, nima degan yaxshi? O'zining ko'ngli ichilib o'tadi, bizni shu bir eg'iz so'zi bilan xush qilib qo'yadi. Ağzının yo'ridan mı qizg'anadi. Minnatdorlik bayrami to'g'risidagi gapimiz boshqa temaga yo'tkilib ketdi-ku. Zodi kimdan ko'ngling bak ranjida ana? Bir degini anglab boqay.
Buningdan deyalmayman balam. Odam yaşanganda kichik boladek tamaxo'r, oson ranjiydigan bo'lib qoladi ekan. Tamaxo'r deganim bolalarim bir narsa berskan deganim emas. Pat-pat kelib yo'qlab turskan, uzoq o'ltirib mungdashib, shu bolalik chog'lardek erkilab tamoq yeb ketskan deganim. Lekin bolalar aldirashligini bilib tursammi, ko'zim ishikda bo'ladigan bo'lib qoldim. Malla shundoq madmikin desam, mahalladagi boshqa ayollarmi shundoq deydi. Bu yaşanğanlarda bo'ladigan muhabbat sirash kesili. To'yingni qilib qo'yayimdoq ya ana, dedim kulib. Bu gapni anglab, anam yig'lab ketdi. O'zimmi xijil bo'lib ketdim. Chaqchaq qilib qo'ydim, ana, xo'pi bo'lmag'ina, dedim. Minnatdorlik temasiga qaytib kelaylik. Bir obdan temini so'zlab etib, ezib ketdim. Bu haqda bir ta'sirlik maqola o'qigan. Shu esimga kelyapti. Yig'lamag'ina ana, shuni so'zlab beray, deb anamning yeshini surtdim. Anam shu so'zni bahona qilib, boshqa ko'ngil yerimliqini qo'shib yig'lab olgan edi. Buni sezib turdim, lekin ko'chalab so'ramadim. Tayvanlik Lai Dongjin ismli bir cho'ngbay ko'zga ko'ringan 10 yoshning birisi bo'lib, mukofot topshirib olish nutqida mundaq debdi. Dadam, onam, inim, sing'illarim hammasi ama. Faqat men va ocham saq. Ota-onam bir qabristonlikda tilamchilik qiladi. Men tug'ilibla iskeletlarga hamroh bo'ldim. Oyog'im chiqqandan boshlab ota-onam bilan tilamchilik qildim. 9 yosh kirgan yilim bir kishi dadamga "Balang maktabga berib o'qisin, bo'lmasa cho'ng bo'lgandimi tilamchilik qilib o'tadi" debdi. Shuning bilan dadam meni maktabga berdi. Maktab kirgan kunim muallim üstü-beshimning mehnatligini ko'rib yuyundirdi. Bu hayotimda tunji qatim ko'yinishim edi. Davomli o'qishim uchun 13 yoshlik ocham fahishxonaga berishga majbur bo'ldi. Ama ota-onam ini sing'illarimni beqish vazifasi menga yuklandi. Men 1 soat darsdan qolmadim. Har kuni darsdan tushib, tilamchilik qilib ota-onamni boqdim. Keyin o'tir texnikumda o'qidim. U yerda bir qiz bilan muhabbatlashdim. Biroq o qizning onasi uningdek qalandarga berdigan qizim yo'q deb, qizini uyga solab qo'yib, meni apkash bilan urib, uydan qo'g'lab chiqardi. Biroq shundoq aytamanki, men turmushdan intayin minnatdor. Ota-onamdan minnatdor. Ular ama bo'lsa-mu, menga hayotlik ato qildi. Men hozirmi ularga tamoq yegizib qo'yaman. Men yana jafoliq taqdirimdan minnatdor. Jafo mushaqqat meni cheniqtirdi, tovladi. Menga mushundoq alohida turmush ato qildi. Men hali qizning onasidan minnatdor. O meni apkash bilan urib, boshqalarning muhabbatiga erishish uchun cho'qim tirishishim kerakligini bildirdi. Rost, ta'sirli hikoya ekan qizim, dedi anam. Bu hikoya emas, rost bo'lgan ish ana. U odam maxsus o't o'chirish saymonlarini ishlab chiqaradigan bir cho'ng shirkatning direktori ekan. Bu dunyoda taqdirmi o'zgaradi, odammi o'zgaradi. Senda turmas bu davlat, menda turmas bu mehnat deb, ata nima bo'lishimizni hech qaysimiz bilmaymiz. Shunga bir odamni nomrat deb ko'zga ilmaydigan jahon emas bu. Bir kunlarda shu odamning oldiga muhtoj bo'lib berib qilishimiz ham mumkin. Bu dunyoda hech kim xor qilib yaratilgan emas. Ko'chadagi tilamchilarga-mu podshohning hojati tushadigan tursa, tushi buzilganlar sadiqa berishga shu tilamchini izlaydi. Hamma odamni bir-biriga muhtoj qilib yaratgan. Gulga bulbulni oshiq qilgan, qorong'u kechani oy yulduz bilan yo'ritgan. Qizil gulni subida ichilarmish.
Сәһәрді үзмесе бәргіден тозып кетерmiş. Televizorda mı səhərdə üzgən üzüm bilən, kəşdə üzgən üzümnің təmi mi, şəkli mi oxşumaydı dəvatdıdı. Şuna həmmə adəmgə yaxşı muamilə qılın. Əski çapanның içində mi adəm var. Siz bir нәрсе yazsız. Qalbiniz pakiz bolsun. Qalbi güzel bolmasa esil əsər çıxmaydı qızım. Səvircan bolun, heç işqa minnət qılma. Anam adeti boyunca yana bana nasihat qilib atlatdı. Qız bala əsli köp işqa arlaşmay, tinch yaşısı obdan bolatdı. Hazır qızlar bək jangovar bo'lib ketavatdı. Bu mu taraqqiyotning bir belgisi o'xshaydi. Lekin nima ish qiling, qizlardagi fazilatni, xoslikni, xarakterni yo'qotmang. Qizlar quruq so'z, quruq tuhmatga yaqin. Hamma ishda diqqat qiling. Maslahat bilan ish qiling. Burun bir kitap o'qigan edim. Ayollarni ezidu deb. Shu chaqda qoyil bo'lmagan edim. Hozir hammani ko'ryapmiz. Sizning ashu radio stansiyasi uchun qilgan ilmiy amgikingizning, plan, loyiha, tasavvurlaringizning qarab turib bir ayol tarafidan bulab ketilgani menga bek alam bo'ldi qizim. Bo'pti. U mu qilmishiga yarasha bir kuni ko'rgulikini ko'rar. Lekin shu tajriba saboqni yakunlang. Odamlarga oson ishinib ketmang. Ko'p anglang, oz so'zlang. Mana bugun ashu gaplar esimga kelib, ochiq berib tindim. Eshik oldiga chiqdim. Yo'ldan o'tib ketayotgan kishilarga qarab, ularga nimalarnidir shikoyat qilg'im, varqirg'im, tovlig'im, dunyoga, koinotga arzimni aytqim keldi. Lekin unda qilolmadim. Odatdan tashqari tushkunlashib ketgan bu turqum bilan to'g'lab yursam, ko'rgan bilganlarning andishisi texnik kuchayib ketadi. Keng dunyo. Lekin bugun menga shunchalik tarsa. Muhabbatlik dunyo. Bugun menga shunchalik vafosiz. Asmanlardan ümit dilep keç gündüz asmanға qaradım. Göz yaşlarım qalbimga ahmaqda. Yerden ümit dilep yerge qaradım. Yer astidan anamның armanlari anladım. Meni texim qeynamoqda. Ahiri osman mı bana chidamagandek yig'ladi. Mana bu yaz yağmur. Yağmur. Sen dünyanın, zeminning, 7 qat osmonning yig'isisan. Lekin kimlar uchun yig'laganingni biz bilmaymiz. Bugun men faqat unsiz xiyol surishga qodirman. Mening xiyolimla menga hamroh. Mening xiyolimla menga eng cho'ng tasallidir. Dünya. Meni mushu xiyol surish huquqidan mahrum qilma. Yolg'iz bir uyga bekinib olib, nima o'ylaydigandu deb aramamni bosma. Men xiyolim bilanla o'zimni tepayapman. Xiyollarim hamroh turmoq. Bir kuni anam bana bir kitaptan mundaq bir abzasını o'qib bergan edi. Hissiyat ikki yurak o'tirsidiki bir tal arg'amcha. Agar ikki taraf teng tartsa, tartishib turadi. Bekchim tortib etsa, arg'amcha uzilib ketadi. Agar bir taraf bekchim tortib, yana bir taraf bo'sh tartsa, bir taraf tortib ketadi. Agar her ikkili taraf qo'yib etsa, arg'amcha sangilab qoladi. Hissiyatmi xuddi mush arg'amchaga o'xshaydi. Shunga siz uni tang, ixtiyoriy, tabiiy tortib, hayotning, turmushning lazzatidan o'rtaq bahramand bo'ling. Bonjour.
Il y a une actrice ici, une bouvet. Xiyallarga bölengen мұңлық şu günümde Ali mektepteki savaqdışım, daim мұңlanıp yürüdüğün dostum Naile osmanda düşkende kirip geldi. Onun tolumu miskin haletiga qarab, köz çanaqlarımda pildırlap durup atkan yaşlarım tökülüp de ketdi. Dostumni mehkem quchoqlab yig'ladim. Naile mendin mübekrek öksüp yig'lamakta. Bu öksüşlerden iğir hasretning hidi kelmekte idi. Onun bilen köp paranlaşmadı. Mişildap yığlamsırap oltırattık. Perzimçe dostumnumu bana nurgun hasretini töküsü var idi. Lekin menin kayfiyatımga qarab eğiz açalmay sükütte oltıratdı. Bu turkumda birsinin derdini anlap onunla teselli bergidek halim yok idi. Şu tapta bütün vücudum, hatta her bir hücrelerimgiçe bir mehir, bir tesellige zarıqıp titremekte idi. Şundaqtımı dostumga estaşlıq gözlerim bilen qaradı. O tolumu biçarlarca köz yaşlarını sürtüp olturadı. Onun men üçün, anam üçün emas, özü üçün tıtıldap yığlavatqanını faqat menle düşenkendek idi. Bu dostum haqqida turmuşida yüz bergen bazı işlerini ayni çağda anamga tafsili dep bergen idi. Anam onunga köngül bölüp maslahatlarni bergen idi. Lekin dostum qiziqqanlik bilan ish qilib ömürlük pushaymonga qolgan idi. Dostum yigiti bilan 5 yil yürüp toy qilgan bolup, ikkili tarafning ota-onasi qo'shilmagan ahvolda qilingan bu toy kayni-kayindan tug'ilib, ikki balasi bilan asta-asta qabul qilinishga erishgan edi. Hammaylar ularni baxtli bir juftlar deb biladi. Ular bolalarini agashtirib yursa, hamma ularga havas qiladi. Bir kuni dostum meni ayrim ko'rishga taklif qildi. Uning ovozidan kayfiyatining yaxshi emasligini his qildim. Paran arsida o uzaqdan beri ichiga selib, o'zini qiynab kelayotgan ko'ngil so'zni aytdi. Sen yaxshi bilasan, biz 5 yil yurib to'y qilgan. To'ydan keyin uning 5 yil yurgan yigitim ekanligiga hech ishongim kelmay qoldi. Burunqi muloyim, kuyimchan mijozini talada qo'yib kirgandekli bo'ldi. Uyda boshqa bir odam siliq kepi yo'q. Ha desa, varqirab, jarqirab yurgan. Qarab o'ltirib ketaman. Hammadan kechib kirishni orzu qilgan uy mushumu? Men tanlagan turmush mushumu deb yig'layman. Keyin ig'royoq bo'ldim. Yangidim. Balaning halakchiligida boshqa ishlarni o'ylagudek vaqtim bo'lmadi. Mening kulib, xo'shal yurgan chaqlarim endi hargizmi qaytib kelmaydigan o'xshaydi deb qattiq ümidsizlandim. Xo'shalliqim faqatla bolam bo'ldi. Shuningdan tasalli topatdim. O'zim yig'lab, o'zim yeshimni surtdim. Balamni bag'rimga besib, o'zimga o'zim tasalli berib, necha yil o'tdi. Onun yeşi taramlap töküldü. Men onun yeşini sürtkeş, men mundaq bir hikayeni okugan. Bir adam her günü avtobus bilen işqi barad ekan. Bu avtobusdagi bir qiz ve bir yigit bu adam bilen ahirgi bekatgacha birga mangadi ekan. Kunlar o'tib, bu kishi yigitning qizga diqqat qilib atganligini sezib qopti. Bir kuni qiz kunlikini avtobusning o'rindiqiga elib qo'yib, tushdiganda unutib kelib tushib ketibdi.
Jigit onu görüp, qızcaq, küllikingizni unutib qaldınız, deb küllikni elib, kayindan yugurib tushibdi. Bu adam aynakdan jigitning to'liq qizg'in kayfiyatda qizga küllikni ichib, beshig'i tutib berayotganligini ko'rib, kulimsirab qo'yibdi. Ertesidan boshlab qiz bilan jigit avtobusga tang chiqadigan, qizg'in paranglashib mangadigan bo'ldi. Bularning yaqin do'stlaridan bo'lib qolganligidan u odammi xushal bo'ldi. Bir kuni qizning nomsiz barmoqidagi o'zaki ko'zi tushib, hayajonlanib, ularni tabriklab qo'yg'isi kelibdi-yu, lekin xato tushunib qilishidan ansirab, gap qilmasdan yana bularga diqqat qilib o'tib beribdi. Bir mezgildan keyin ular yo'qab ketibdi. O adam bular to'y qilib, sherin oy o'tkazgili ketibdi-da deb xiyol qilibdi. Ham avtobus safaridagi bir muhabbat mevasiga shohid bo'lib qolganligidan xushal bo'ldi. Bu adam har kuni ularni o'ylaydi ekan. Bir kuni ular avtobusga chiqibdi. U adam ularning kiyinishidan rastınla to'y qilganligini jazmlashtirib, ham ichidan xushal bo'lib ketibdi. Bu kuni yomg'ir yoqqan kun ekan. Qizning qo'lida yana burunqi shu kunligi. Qiz odatlanib qolgandek yomg'ir suvi iqib turgan kunlikni yana o'rindiqning yo'lanchigiga isib qo'yibdi. Afsuslanarlıqı ular burunqidek kulishib, chaqchaqlashib emas, har ikkisi o'z xiyallari bilan avtobus aynikidan chiroqlarga qarab jimjit o'ltiribdi. Tushadigan bekatda qiz yana kunlikini unutib menibdi. O adam darhol ayni chog'dimi qizning kunlikini unutib tushib ketganda yigitning shu kunlikni ap tushib berish bahonasida qiz bilan to'nishganini eslab, ulardan ko'zini uzmay o'ltiribdi. Lekin bu qitim jigit o'ylamagan yerdan kunlikni elib berish emas, aksicha qizga qo'pollik bilan varqirabdi. "Hey, kunliking!" Qiz darhol kayniga o'rilib, kunlikni elib tushib ketibdi. U odam ochiq bir narsani yutib olgandek ko'zini mahkam yumib oldi. Demak, bu sening turmushingda yuz bergan ish emas. Turmush sen o'ylagandek go'zal, lirika emas do'stim. Qani, so'zingni davomlashtirgin, dedi. Shundoq qilib, ikkinchi balamni tug'ildi. Ikki balamning hojatidan chiqqanmanmi, xizmatningmi, uyningmi? O'zimni o'ylagudek holim yo'q. Ammo u hamma ishimdan qusur istab yurdi. Hele etken tamaqımdan, hele kiyinişimden bara ko'ziga sig'masdi bo'ldim. Uyga kirmaydi. Kirsa kashkicha kompyuterga qarab o'ltirdim. Keyin bilsam, ko'kodi so'zlashir ekan. Sezib qolganligimni bilib, uyga texim kirmas bo'ldi. Uydan jidal silkimedi. Meningmi mijozim itdak bo'lib ketdi. Dastlabda bolalarni bilib qolmishsin dedim. Bara balalarning oldida urishadigan bo'ldi. To'la jidal bo'laversa, uyimi ko'ngilsiz bilindigan bo'lib qoladi ekan. Ota-onamga bu ishlarni deyolmayman. Navoda desammi, qilma desak unumuding, balalaringni bax deydi shu. Ko'nglim yerim bo'lib, ota-onamning uyiga borsam, kash bo'lg'icha uyingga ket, eringga tamoq qil deb haydaydi. Bu dertlerini içimge selip zadi çedemedim. Je sais pas, c'est profond, tu crois? Ouais, super cher. Bir qiz daim ota-onasining uyiga kelib, erining yetersizligini so'zlab, turmushidan zarlab berdi ekan. Dedim uning hikoya so'zlab. Bir kuni dadasi bir parcha oq qog'ozni elib, qora qalamda bir chekib qo'yib, qizdan "Qara, qog'ozdagi nima?" deb so'radi. "Qora cheket" deb qiz. "Yana qarag'in, qog'ozdagi nima?" deb yana so'rabdi dadasi. "Qora cheket" dedim-ku.
qar chekitdan sirt cho'ng bir parcha oq qog'ozni ko'rmadingmi? deb dadisi. Va dunyoda mukammal odam yo'q. Shay'larning qarma-qarshi ikki tarafi borligini tushansang, ko'z qarshingni o'zgartira olaysan. Sen mayli ayollik munosabatda bo'lamdi. Do'stlik, qarindoshlik, xizmatdoshlik munosabatda bo'lamdi. Uning azroq kamchiligini ko'rib, qora chekitga qaragandek qadilib turib olsang, dunyo qorong'ulik ichida qolgandek seni umidsizlik ichiga so'rab kiradi. Ko'zingni yo'tkab oq qog'ozga qarashing kerak. U chaqda oq qog'ozdek oq ham pok, tinch dunyoni ko'ra olaysan. Amaliyotda bir odamning yetarsizligidan ortiqchiligi ko'p debdi. Senmi bu maqoladan tarbiya olgan do'stim. Ota-onangmi seni uyini tutib qolsin deydi. Bu hargizmi seni yaxshi ko'rmagani emas. Amaliyotda ular sening hasirtingni sendan bak tushunadi. Lekin ularmi turmush musofasida mushundaq egiz past lavallarni besib bugunga qo'l tutishib kelaligan. Bitla qavab aram bermayapti. Sen ko'p kitob ko'rgachga shundaq deysan. Lekin do'stim, demak oson bo'lgan bilan amaliyotda bularni qilmoq bek tas. Keyin uning yurish turishidan sal go'malanib qoldim. O'g'irliqcha yonfonini tekshiradigan bo'ldim. O'ylaganimdek bir qiz bilan uchurlashganini bilib qoldim. Qattiq so'qishdik. Keyin so'raversam, "Ras, munosabatim bor, qanday qilasan?" deydi. Do'stim bularni deb etib yig'lab ketdi. Menmi bir oz ichini bo'shatib olsin deb indamay turdim. Ondan yeniga berib, beshini maydamga qo'yib, ko'z yoshlarini surtdi. O'zingdan o'tib ketibdi. Nurg'un ayol dal mushu tarafdan o'tkazib qo'yadi. Nemishqa o'tirdiki pardani buzib etgansan. Bilmaganga selib yuraversang, o'zi xijil bo'lib, payldan yenib qolatdi. Sen utatding. Tagab davasang, ochiqida yo'q ish bo'lsin rost deydi. Davalg'onga nima ishni o'zgartiralaytding? Nimaga erishmoqchiding do'stim? Mundaq bir chet ala hikoyasi bor. Mushundaq uch burjak muhabbat sababidan ayol ajrashib ketmoqchi bo'ladi. Ayol boshqa davlatga ketmoqchi bo'ladi. O çamdanni elib, voylisiga chiqib, o'rilib kayniga qaraydi. Ochiq derazadan shamolda uchayotgan havorang deraza pardasiga qarab, ko'ziga yosh oladi. Bu vaqtda erimi shu deraza tubida ayoliga ko'z qiymay tamoq chekib turgan ekan. Ayol chamadonini qo'yib, o'qdek yugurib kirib, pardani o'ngshab derazani etadi. Derazini her vaqt etishni unutmang. Parda optap o'ngib ketadi. Bu havorang pardani ikkimiz tang yoqtirib setib olgan. Bu bizning to'y xotiramiz. Biz ajrashib qayerda bo'layli, bu to'y xotiramizning optapda o'ngib rangidan ketishini xohlamayman, deydi ayol. Bu so'zni anglab, ko'ngli yerim bo'lib aram turgan eri ayolini mahkam bag'riga bosadi va "Men bu pardaning o'ngib ketishini zodi xohlamayman. Ketman qadrlikim. Derazini tang etayli. Siz ketsangiz, men cho'qim etishni unutib qolaman. Bu havorang pardani Ça dépasse ici, hein. Ça dépasse. tang asrayli deb ikkisi yaxshi bo'lib qoladi. Turmush mana mushundaq bir qarasa oddiy ham bir qarasa murakkab jarayon. Buning uchun uncha yig'lab o'zingni yo'qotib qo'yishing kerak emas. Oxirini anglasang, sen chidamaysan do'stim. Men bek xo'rliq tortdim. Keyin u orlashayotgan qizni telefon nomeri orqali surishtirib topdim. Voy xudoyim, temiz qilib
olmasdak ish qilibsan ku. Ko'ngilsiz natijani sezib turibman. Xafalikni o'zing tepibsan. Oxirida anlig'immi yo'q. Sen mu ayıpligin emdi meni. Derdimge derman bolarmikin deb so'zlab berivatsam, içişkan yerimge tuz sepivatsan go, dedi dostum Mishildab. Dostum degan bo'lsang, shu chaqda nemishqa qanday qilaman deb so'ramaysan. Shu chaqda bilgan bo'lsam, hergiz izlab borg'izmaydim. Bundaq ishning oxiri sana foydasiz chiqadi. Kim seni borsun dedi. Xizmatdoshlarim menga bering idorasida yuzing tushirib etding. Ikkinchilab eringizni izlamaydi. Boshliqning qishig'i kirib dang degan edi. Xizmatdoshlaring nimandaq shurtumshiq nimalar u? Sen nimishqa hamma ishni, bo'libmi turmush ishini xizmatdoshlaringga deb yurasan. Yaqin bir do'stingga desang bo'ldi, bo'lmasa onangga desang bo'lmamdi. Qara, o'rgatgan aqlini. Ochiqimda so'zlabli ketibdimi? Shundoq qilib izlab bordim degan. Ha, izlab bordim. Ishxonamdagi bir do'stim billa bordi. Boshliqning ishxonasiga kirdik. Ondan uning ishxonasiga kirib, dardimni toza chiqarib oldim. Dardingni chiqarib olgan bilan keyin toza tortqansan. Eringning mijozini obdan bilaman. Biz bir mahallada cho'ng bo'lgan. U bu ishni mundaqla tugatmaydi. Rost aysan, jiq ish bo'lib ketdi. U erimni izlab berib, birini 10 qilib, xotining idoramga kelib, hamma odamning oldida meni rasvo qildi. Yuzimni qandoq ko'tarib yuraman? Boshliqimni chaqirtib tanqidladi. Endi mening yuzimni ko'tarib yurgichiligim qolmadi deb yig'labdi. Erim g'ororga elib, "Xotirjam bo'l, seni amrimga elib, yuzingni yo'riq qilaman" debdi. Keyin erimni zodila uyga aklalmadim. Oxiri ajrashdik. Ajrashib bo'lib, nima deydi demamsan? Aslida unchalik munosabatim yo'q edi. Uyimni buzish, bolalarimni yetim qilishni o'ylabmi baxmagan. Meni bu yo'lga sen boshlab qo'yding. Uni elishqa sen majbur qilding, deydi. To'g'ri debdi, dedim mening ochiqim kelib. Uning idorasiga berib urush nimaga erishding? O'tiranglardagi pardani ichib etib, ko'tulda bergandan keyin ochiqdan ochiqla shuning qishig'i boraman debdi-ku. Texi uning yuzini yo'riq qilaman deb, uni amrimga olaman debdi. Deb baqa, sen nima qila olding? Nimaga erishding? Birdamlik ochiqqa poylamay, bir umr o'rnini to'ldirg'ili bo'lmaydigan pushaymonga qapsan. Oxiri ziyonning cho'ngini sen tortibsan. Qonni qon bilan yo'g'ilib bo'lmaydi-da. Menmi haqning gapiga kirib ketibdiman. Shu chaqda sendek gap qiladigan odam chiqmadi. Yo, sening qishingga kelmabdimi? Atdiganda ishga kelsam, men demasam, ular so'raydi. Bu yerda shu ayolni ko'rdik deb so'zlasa, qinim qizib chidamadim. Keyin rost degandek shu rap bilan to'y qildi. Anglasam yaqinda ajrashib ketibdi. Buni anglab yarışıp qalaylı deb odam qo'ysam, unimidi. Nima deb unimabdi? Endi biz yaxshi bo'la olmaymiz. Uning mijozini bilaman. Ashu og'zili bo'ladi ekan, bu ishlarni yuzimga selib, burunqidanmi battar kunni ko'ramiz. Yep qazon, yepiqliq beti qolsin. Bolalarimga yaxshi qarayman. Ularni mendan qochirib, ko'rsatmay yurmasin debdi. Uzoq o'tmay yana birsiga o'ylandi. Mening boshdan oxir oilamni qo'g'dayman deb qilgan ishlarim xatomi? Mana ikki bolam bilan ajrashib o'tirdim. Yana men yomonmi? Lekin usulda ketkizib qo'yibsan. Buni e'tirof qilishing kerak. Shu chaqda sukut qila olgan bo'lsang, cho'qim g'alaba qilatding. Eringa burunqidimi bak kuyinib,
bilsangmi bilmasga solsang oxiri xijil bo'lib qoladi. Aman yeningga qaytib keladi. Hadisi urushib balalarning oldida uning yuzini qilmasang, hamma gapni yeyivatsang, bundaq Azazuldan bir kun bo'lsa-mu tezroq qutulay deydi-da. Voy jon, ichishqa yerimga tuz sepmigina adash. Uningsizmi meni xo'shal yuribotdi demsan? O'yinni erlar o'ynasa, dardni, ziyonni biz tortib, yana biz yamanmi? Bo'ldi. Bu temada endi so'zlashmayli. Ko'nglingni yerim qilma do'stim. Bu yo'lni yana besishing kerak. Bir uchun tushkunlashib, bal qo'yivatsang bo'lmaydi, dedim uningga tasalli berib. O'tganda bir dangliq naqsh cho'lpinidan muxbir turmushingizga hammalar qiziqadi. Yaqinda 3-eringizdimi ajrashib ketdi deydi. Rasmi deb so'rasa, heliqi cho'lpan nima deydi demamsan? Odam dunyoga faqat bir qitim keladi. Baxtga erishish huquqimiz bor. Turmushda men izdigan baxtni topolmaganiga qadar tegiman. Turmushda kelishalisa uy tutadigan gap, bo'lmasa ajrashadigan gap. Bu ajrashish xuddi ketib berib putlashib ketgandakla ish. Tomoshabinlarga choy ishkash deyishadigan so'z temisi tepib berganimdan xushalman, deydi. Onunğa qaraganda sen ming yaxshi. Ajrashishni o'zingga besim qilib olma. Bu sening beshingga kelgan ish emas. Bu bir taqdir do'stim, dedim onunğa nasihat qilib. Kechda uyga kelib, do'stimning kechirmishini odamga tafsili so'zlab bergan edi. Anam, ota-onalarimiz bizga shundoq tarbiya qiladi. Qiz bola erdi yaxshi, bo'lmasa yerdi. Shuning uchunmikin turmushdan, erdan zarlab uyga kelsak, barcha gunohni bizga qo'yib, eringning oldidan to'g'ri o'tma, gap yondirma, sening mush og'zing ittik bo'lmasa, er kishi qo'l yondirmaydi deb o'zi opirib qo'yadi. Keyin asta-asta erning qilipig'imi, turmushning qilipig'imi tushib qoldik. Shu xapiliq tortib yurgan kunlarda cho'qim ajrashib ketaman, do'zaxdek bu uydan bir kun bo'lsa-mu tezroq qutulay deb qolgan chaqlarimizmi bo'lgan. Keyin onamizning uyiga berib qo'nib qolsak, o'z uyimizda ko'rinmay, ketguchi ko'zimiz to't bo'lib ketadigan. Hammaga chidash kerak. Bola bo'lgandikin texmi chidash kerak. Er kishi taloqning odami. Taloq chiqsa mingning uyga kirsa birining deydi. Ona boshquraman, deganimni qildirman degan ayol o'zi ahmoq. O'zini boshqurgan bilan ko'nglini boshqura olamdi. Do'stingiz nadonlik qilib, erining yuziga selib chatoq qildi. Ozmas Allah. İnsan degan ozudu. Yosh chig'ida ozmasa, qeyrig'anda ozudu. Ko'ngli ozmasa, ko'zi ozudu. Uning uchun chapadda ta'tir kiyib, sazoyi qilish kerak emas. Uningga insof tilab, yaxshiligi bilan ta'sirlantirish kerak. Heliqi qo'shnimiz Sodirkan bilan ro'zixona ocham 60 yillik turmushni xuloslab, bizni 60 yil bir uyda turishga sabab qilgan ish bir ig'iz so'z. Chidash, sabr qilish. Yosh chig'imda rus tatar qizlar bilan kechicha atnoshka o'ynab uyga kunlab kelmaydim. Ayolim shu kunlarga, shu kechalarga yonchiqimdan chiqqan sevgi xatlariga chidab o'tdi. Menmi uning qotqotligiga, tamoqqa nousta mijozlariga chidadim. Oxiri bolalarimizni birga cho'ng qilib 60 yilga qo'l tutishib keldik degan. So'rsa, surishtirsa, qo'lisa, zig'irlasa, hamma odamning yetkicha kamchiligi chiqadi. Birsi bir odamdan ayolingizning kamchiligi bormi deb so'rasa, ayolimning kamchiligi yulduzdek ko'p debdi. Ortiqchiliqchi deb so'rasa, quyoshdek bir talla debdi. Amisa qanday yashab keldingiz deb so'rasa, quyosh chiqqanda yulduzlarni ko'rgiri bo'lmaydi emasmi
deb javob berdi. İnsan degan payg'ambar emasdi. Kamchiliksiz odam yo'q. Shunga turmushda bir ko'zni cho'qim qisib olib o'tish kerak. Dostunuz bilan ko'proq mungdishing. U yordamga muhtoj. Onunğa ko'proq tasalli bering. Turmushning dard hasrati yomon. Egizda hech nima bo'lmadim degan bilan onunğa to'g'ri qarab, ajrashishni qabul qilmoq oson emas, degan edi ana. Mana bugun ashu ko'ngilsiz kashmishlarning shohidi bo'lgan do'stim anamning o'lim patisiga kelib oldimda mendan bekrak faryod urib o'tiribdi. Chunki uning keyingi kunlari texmi battarlashib ketgan edi. Uning o'z hasratini kimgadir to'kisi keladi. Ammo kimga to'kadi? Dard to'kkanga tugab qolamdi. Ehtimol anam bo'lgan bo'lsa, uning beshini silab o'tirib, qiziga tasalli bergandek tatliq tasalli so'zlarni qilgan bo'ladi. Biroq bugun farishta sifat ashu anam aramizda yo'q. Nurg'un vaqtimiz qo'limizdan ketgan narsalar uchun urush bilan o'tib ketadi ekan. O'rilib ketgan sut uchun urmang degan bir maqolada shundoq bir qurbon. Sut ko'z oldingizda o'rilib ketdi. Har qanday qilsangizmi sut asli holatiga qaytib kelmaydi. Faqat qarab turishdan boshqa amal yo'q. Shunga vaqtingizni uningga sarf qilmang, ham azoblanmang. Aslida boshda ehtiyotdan bo'lishingiz kerak edi. Lekin siz buni qila olmadingiz. Buningdan keyin diqqat qiling. Hayatımızda bundaq sütni talay qitim o'rib etimiz. Diqqat qilamiz deymiz-u, yana qila olmaymiz. Lekin hamon diqqat qiladigan bo'lamiz. Deyish oson, qilmoq tez degandek, menmi talay kishiga o'limning mutlaq haqiqat ekanligi, uni qabul qilmay chorimizning yo'qligini so'zlaganman. Lekin o'z beshimga kelganda buni qabul qilishning ba'zi mushkulligini cho'nqur his qilmoqdim. Hayır, bu kunlarmi o'tib ketar. Ma'qul emsa, bugun mo'shinchilik o'qib beray. Orliqda ko'p uzib o'qishga to'g'ri keldi, sababi atrofda mengib yurganlar, daryoda suv uzayotganlar, paraxotlar degandek asarninki sifatiga, o'qilish sifatiga cho'ng ta'sir bo'lmagan bo'lishini umid qilaman. Ma'qul emsa, kelar qitimliq kitob o'qish programmamizni ko'rishaylik. Xayr. Mana bu Ron daryosi. Bu tarafdagisi G'arbi daryosi. Endi bu ikkisining ulangan yerini ko'ramiz. Acayip be.
üstüdeki körüknün üstüden kösek manzara texmo hayvatlik boludu. Asli müşe turup okup beray degandim, ammo bu yerni kelib ko'rib ketadiganlar, rasmga tushadiganlar bek jiqga. Shunga bu yerda asar o'qib beramay qoldim. Mana boyiqi ko'rikning ustiga chiqdim. Bu ustidan qarg'a vaqtida wow. Acayip ha? Acayip görünüş bu. On tarafımdakisi Arava Deryası, Fransiya tarafından iqib keladi. Sol tarafımdakisi Ron Deryası. Bu Shvetsariyaning alt tog' tizmalaridan iqib, janba kelganda janba ko'lini shakllantirib, andın o yerden iqib yana yolunu davamlaştırdı. Nemi degen güzel, nemi degen hayvatlik. Moyemi. Wow. Alamet. Jıraqda körsler janba fontanını. Sola birleşip mayaqqa o'tganda mayada poyez yo'li borga atrofni ancha yaxshi ko'ngil bo'lmaydi ekan, shuningdimi ha tirishib ko'ray. Mana ko'rikning yana bir tarafi shunchalik ko'ngil bo'ldi ekan, uningdim aniq ko'ngil bo'lmaydi ekan. Bir paraxot kelyapti. Uning uchun bu ko'rikka chiqishim kerak. Shu yerga chiqib ko'rsatay ha. Acayip bu manzara. Telefonimga bek diqqat qilishim kerak, agar tushib ketib qolsa yo'qda. Yamal qilmay ya. Qalba qo'ynayotganlar. Ayet kelyapotgan paraxot o'tsin deb saqlab turdim. Mana ko'rdingiz. Bu paraxot bilan xeyli jiroqlarga bordi. Adam hayron qolgandek shundoq bir tabiiy saqlanib turgan o'rinlar bor. Daryoning to'g'an iqimlari. Wow, bek güzel ha. Yaxshi ko'rdinglarmi? Cho'qim yaxshi ko'rdinglar. Bundaq hayvatlik, dunyoda ko'ngil bo'lmaydigan bundaq manzarani ko'rgan odam qandaqmi yoqtirmay tura olsin? Ma'qul amsa kelar qitim ko'rishayli, ammo atrofdagi nimaga berib qarab boqay. Wow. Onun üstüge bugün hava yaxşı bo'lg'ashqa, suvning rangi shunchalik aniq, ikki tarafdagi suvning rangi.